Adamı 700. Ha, milyondan 700 dolar. Ha. O'zingdan kelibman, ukammi? Siz quyib qilsan uka. Okey, sal chiroyli gaplashavering. Oddiy bolaliligingizga qaramang unaqa. Ko'ryapsizmi mana matlaringizni yotasiz hozir. Siz quyib qilsan uka. Okey, mayli. Yo'q, mayli. Sportchiman-da bunaqa tashlab tashamang, okey? Xo'p, beni telefoningizni olib keting. Muammo kerak emas. Sizga ham menga ham, okey. Siz quyib qilyapsiz. Yo'q, menga qarang. 17 menga, 17 kerak dedingiz. Siz qo'yibman 17 ham. Uka, kandil kerak emas Menga menga. so'kmasdan gaplashing, okey? Qanaqa gaplashish kerak? So'kmasdan. Siz quyib qilyapsan, 700 ga deysan. Hop, nech pul, okey? Endi savdolashamiz-da. Bozor emas senga bu. Hop, savdolashamiz-da. Nech pul berasan? Aytgan narxingizni olib kuturmayman. Senga narxini aytmadim hali men senga. Nech pul? 700 deyapman. Ayting, nech pul? 1200 uka. 1200? Ha. Okey, men bu 17 dan yangisini ham sizga 1700 qilib beraman. Hop. Bu nech pul realniy beraman? 1200 ga. 800 beraman. Hop, okey, sal o'zingizni bosib gaplashing, savdolashish Siz kerak. quyib qilyapsanmi? Hozir shunday. Ha? 800 700 da. Hop, ukam mana qilmang, okey? Realniy, asabimiz bo'lsa. Amali gaplar to'g'risida. Nech pul derasan uka? Mana qarang, men sizga o'xshamay adalashmayman. 1000 dollar beraman, olib ketaman telefonni. Rozimisiz? 1000 dollar bering, men 700 dollar doplata qilib qo'yaymi o'zi? Rozimisiz? Bu tekshirib oling, nimadirlar chiqib qolmasin ichida. Bo'ladimi? Asabingizni, okey bo'ldi. Hammasi cho'tdik.